To'xtang, men sizga yordam beraman. Yo'q, begim, xijolat qilmang. Siz damingizni oling, o'zim, sultonim. Boshimga 90 kilolik baxt qushi qo'nibdi-ku. Oh! O'tiravering, deb xotinim ne ish qilyapti, chiqib yordam beray deyish yo'q-a? Ha, kir yuvyapmanman. Kir moshing yuvadi-ku, men nima deysan, be? Yoyishchi uni. Ey! Boshimga balo bo'ldi bu xotin. Begim, ko'nglingiz qanday salat tusaydi? Olivye, Yuli Sezar, yaponskiy, brazilskiy, germanskiy. Bilmasam? Hozir rasmini chiqarib, menyu qilib kelaman. Xohlaganingizni tanlaysiz. Ha? Mayli. Qanaqa salat yeyishim xohlaykonim aytaymi? Nimani aytasiz? Umrimni yeganingiz kammi? Yana shoirlardek osmonga qarab nima salat yeyishimni aytaymi? Qayerda o'rgandingiz bu qiliqni? Mana bu ishingni hali yog'lab qo'ymadingizmi? Kirga chiqqanda g'ichir. Sen o'zgardingsan, bilmayman qaydan rang olding, sen o'zgardingsan. Qaynoqqina suv olib keldim, oyoqlaringizni vannichka qilgani. Pahlavonim. Yo, shart emas, polvonim. O'pka ketgan. Yo'talsa og'zida varikozi ko'rinadi. Oyog'iga aqlchi chiqibdi. Ichini qarang, vir o'tyapti. Nima shu paytgacha doktorga olib bormadik, kelin? Yaxshi nafas olayotgandilar-ku 1 oy oldin. Tok kursiy bo'lmaydi, mana kinolarda bo'ladi-ku, elektromobilmi tirilib ketadi. Siz uchun sovg'am bor, sizga yangi kurtka olib keldim. Baxtiyor meni ham sizga sovg'am bor. Mangami? Sultonim. Mana Imperiya Shuba do'konda xohlaganingni paltomi, shubami tanlab ol. Mehli ro'mollari ham shunaqa chiroyli zo'r ekan. Zo'r bo'ladi-da, bir hammasi yevropeyskiy meh. Qalay, yarashibdimi? Yarashdi, faqat tezroq olaylik, chunki 31-yanvargacha 40% gacha chegirma bo'lyapti ekan bu yerda. Mana, sizga sovg'a. Ko'ngil to'g'riligini qara, senga naskov kiyildimmi? Rahmat, masak yemay siqqina. Bu ishingni hali ham yog'lab qo'ymadingizmi? Tuzatmabsiz-ku, derazani nima aytdim, tuzatish kerak deb oshxonadagi o'tirlarni olib turib qo'shgan. Yerni ham ag'darmagansiz, hammasini aytaman. Yo'q bo'lay. Alaman sizleyli